Assalomu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun biz birlikda Adil Abdurahmon tog'a fanniy hikoyalaridan Pasha bilen chiwin degan hikoyani anglamdik. Undaqda umoqlarimning quliqi menda bo'lsin-a. Hikoya Pasha bilen chiwin. Ana umoq balsini alaylab uxultib qo'yib, ishlarni qilg'ili talag'i chiqib ketdi. Dal shu paytda ochiq derazadan qanxo'r Pasha g'ing'ildab uchib kirib, udul buvoqning oppoq suzuk mag'ziga qo'ndida nashtirni qoch qilib sanjib, uning tatli qinini hadab sho'rashga boshladi. Do'stim, ajab bilan yerni tepibsan. Qani menmi bir huzurlab boqay. Xilidan beri deraza taksisini marab yotgan chiwin vang'ildab uchib keldi-da, udul buvoqning sutyoqi kalpiqiga kelib qo'ndi. Kel do'stim, sen qo'rqqanmig'in? Deganki g'izayimiz to'limi mazalik. Qani mazaga boqqin. Qo'rsqi buvoqning tatli qini bilan to'yib to'lumdek bo'lib ketgan Pasha biyaram bo'lib tuzuk uxlay olmayotgan buvoqning mag'zidan nashrni sug'urib elib, bir nachini kekirvatdi-da, chivinga taslikda egilib ta'zim qildi. Ejirqab taq bo'lib ketgan chiwin uning iltifatini kutib turmasdilla, qapqara tirnoqlar bilan buvoqning kalpikidagi qetib qolgan sutyoqini tatilab, sesiq tili bilan hadab yalmab yotishga boshladi. Do'stim, yaqindan beri ovqatqandara. Pasha buvoqning qizirib ishib ketgan mag'zida yonboshlab yetib chivindan so'radi. Nimasini so'raysan? Chiwin buvoqning burniga likkida sakrab chiqib, zaiflashib ketgan ajiz qanotlarini qiqib qo'yib, ig'ir bir tortdi-da, gapini davomlashtirdi. Hozir odamlar mendan bakmi bezor bo'lib ketdi. Nagili bo'lsam paloq yeyman. Qo'ysili uyga kirsam chiwin to'g'risi deydigan ajal sharbitining vahimasidan qutulolmayman. Ammo kishi tozliq deydigan ish bilan ovora bo'lib, erkin ozodi yashaydigan muhitimizni yer bilan yakson qilibdi. Ilgari xili kankushodi yayraydigan jannatimiz hojatxonlarmi amdilikda tozlanib, to'g'rilanib, u yerlarda jon boqmoq tas bo'lib qoldi. Qani, o'zingning ahvolichi? Mening kunim seninkidan mutaz. Pasha chivinga o'zining haramdagi hisoblanadigan sesiq ko'lchak, to'xtam suv, yunda askili qatorliqlarning kishilar tarafidan yo'qotilayotganligini chivinga aytib, bir muncha dard to'kib zarlab qaqshidi. Endi qandoq qilarmiz? Chivin achchiq hasrat yutib, muңlanib o'ltirib ketdi. Amal tepildi. Pasha qip-qizil qonga bo'yalgan nashtirni uyam-buyam pulanglatib, birdilla jonlanib tetiklashib ketdi. Nima amal? Chivinning ko'zlari hayronlikda chaqchiyib, choniqidan chiqib ketgili tasli qoldi. Anglasam, Chashqan Botir insoniyatga qarshi bir xil xalqaro ittifoq qurmoqchi bo'pti. Bu xabarni kimdan anglading? Chivin aldirab gap qistirdi. Pasha uyan-buyan qarab qo'yib, chivinning qulqiga og'zini yiqib pichirladi. Yaqinda Chashqan Botirning maxfiy elchisi birga Papa bilan ko'rishdim. U bu yerga odamlar eng bezor bo'lgan bizdek ega chaqsiz musofir qo'g'landilarni tashkillash uchun alaydan ketdi. U dehmoni tashkilotga qabul qilish shartlari va parolini aytib berdi. Shartlar uyg'urmikan parolichu? Chiwin taq bo'lgan holda aldirab so'radi. Astroq, adini anglab qolmasin yana. Pasha ehtiyot bilan atrofiga bir qur qarab qo'ydi-da, gingildigan holda. Paroli ijozat, qabul qilish shartlari ish qilib, insoniyatga ziyon yetkazilsa bo'ldi ekan, dedi. Undaqda mening shartlarim to'shqudek. Chivinning shu an qilqaqalari echilib ketdi. Mening mushu ovoq putlarimda, ojiz tinimda va og'zimda taxminancha 5-6 million bakteriya bor. Qo'rsqimda texmi ko'p bo'lib, taxminan 25 dan 30 millionga yetadi o'jimi. Voy, seni ijozat do'sting ketolmaydigan dötmekin desam, qo'rsqingni xeyli o'mijing bada qilsan-ku. Shuncha sonliq ma'lumotlarni nada yerib bilib olding? Pasha chivinga mansitmagan holda qarab qo'yib so'radi. Menda nada unchalik bilim bor deysan? Qaysi kuni doktorlar birodarimdan birini tutib elib mikroskop deydigan pol ko'znimni tekshirganni o'g'irliqchi ko'rib olgandim. Chiwin makkorlik yig'ib turgan ko'zlarini chimchiqlatib qo'yib, gapini davomlashtirdi.
Mən dəl şu vaqtda toydurmayla doktorның beşiği qonu elibca, mikroskopqa şundaq bir qarabda heyran qaldım. Hə, niməyə heyran qaldın? Pasha heç niməni düşünəlməy ağzını echib turubla qaldı. Oğlusan, hayranlıq qalısan. Chiwin qandini qıyıb qoyub gepini yana davamlaşdırdı. Burun bilmeptiken mən, bizden putimiz xudi çotqa qılı oğuşaydı iken, barmaqlarımızca saplı mikrop bilen qaplanıp durdu iken, bizden yana bir alaydilikimiz ba, o bolsumu yemekliklerge qonup şoğraşını yaxşı görümüz. Bir tarafdan yep, bir tarafdan çıqırıp durduğalıqımız üçün yemekliklerini bakteriya bilen bulğaymız. Eğer adamlar biz qonğan yemeklikni yese, hem aş adamның keselge qarşı gücü aciz bolsa, xolera, tolğaq, kezik, jigar yallığı qatarlıq yuqumluq keselliklerge asalı giriptar boludu. Şunun üçün adamlar bizden ölgüdek bizar. Mana yuqurq alaylıklarım bilela Çoşqan Badırның qabul qilish şartlariga cho'qim to'shiman men. Lekin Çoşqan Badır seni teriqdimi kichiknemikan, qarg'i kelmaydi deb yaratmay qolammikin. Chiwin gepini tamomlab ko'ranglagan holda buvaqning yuzida uyon-buyon sakrab to'lg'inishga boshladi. O'zim kichik bo'g'inim bilan karomatim cho'q. Kesal tarqitishda seni qilishmayman jimoman. Pasha Chiwinning o'zini ko'zga ilmag'anligiga ochiq kelib, kengildab qaynab ketdi. Kishilar meni tez yondashning biri deb atishidi. Odamlarni chiqib qiynini so'rayman. U o'z karomatini Chiwinga bir ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lib, nashtirni bearamlik ichidan tuzukini uxlayolmay yotgan buvaqning qapqiga gachchada sanjib qiynini qongacha sho'rib oldi-da, gapini yana davomlashtirdi. Tarqilishchan betipliq menga yallig'i, dazgak, qiliq qurt kasalligi qatorliq yuqumli kasalliklarni taqibman. Bizning ko'pish iqtidorimiz nihoyatda kuchli bo'lib, bir tal kishi pasha bir qiydimla 100 dan 250 kishi tuxum chiqara oladi. Har bir pasha bir yilda 7 dan 10 gacha avlod qoldirdi. Bizning tuxumimizcha 7 kundan keyin ucha oladigan pashaga aylandi. Qandaq? Mening shartlarim to'shamdi ekan. Pashimu o'zicha ko'ranglab Chiwinga mansitmaslik bilan qarab qo'ydi. To'shidikan. Qani tezroq bo'g'in. Maxfiy elchi burgi popi bilan aloqa bog'layli. U bizning Choshqon Botirning qishig'i opolsin. Bo'la. Chiwin taqassizlanib Pashining peshidan tortdi. Bu ikki munofiq eg'iz burun yalishib, razil plan tuzishib safarga otlanmoqchi bo'lishdi. Ular buvaqning yuzidan uchib, amdala deraza tagchisiga qo'nishiga ajal baliqi ularni shu an yer bilan yakson qilib, mijiqini chiqaraverdi. Burgi papa ularni xeyli kunlargacha izlagan bo'lsa-mu, ammo zodli iz terikini ololmadi. O'moqlarim, biz bu hikoyadan yangi bir bilimni o'rganib oldik-a? Pasha bilan Chiwin nihoyatda ziyondosh hasharotlar ekan. Biz bularni nada ko'rsak shu yerda ajal balqimiz bilan yo'qitib, bizga ziyonkashlik qilmoqchi bo'lgan bu munofiqlarning adabini toza berib qo'yaylikmi? Bu hikoyani do'stlaringlarga aytib berishni unutib qolmanglar, ha? Ularmi bu ziyondosh hasharotlardan hazar aylasin. Undaqda oxirda dilola xatanglarga agishib, tuvandagi balalar qo'shqini o'rganinglarchi. Balalar qo'shqi bulbuljan. Bulbuljan, o'maq sayraysan. Harmasdin, tinmasdin, kimni maqtaysan? Bulbuljan, do'stim bo'lamsan. Maktabdan yong'anda bilen o'ynamsan. Bulbuljan, kelgin sayrayli. Yurtimiz beg'ida bilen yayrayli. Kichik shoirlar kashf bo'lib ketibdi. Amiz bugun bo'ldur uxlanglarchimi? Tatliq tushlar sizlarga hamroh bo'lsin.